Şeylerimizi anlaştırmaz. Hürmetli vatandaş bugün çiğsağ 2019 yıl 5. ayın 28. günü haftaki seyşembe. Mavzumunda Prezident Trump yana başka fikir bilen yapıldı. Cungo bilen so'dilishga tayyorligimiz yo'q dedi. Mavzuli xabar 5. ayın 27. günü Amerika ovozida Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Cungo savdo urushi jiddiylashayotganda Cungo Kompartiyasi doiralari tashviqot apparatlarini harakatga keltirib, yana japaloq kunlarni o'tkazishga tayyorlik qilayotgan kunlarda. Dal hozir Yaponiyada davlat ishlar ziyoratida bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 5. ayning 27. kuni, ya'ni haftaning 1-kuni Tokioda muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Amerika navbatda Cungo bilan savdolashishga tayyorlik qilgani yo'q. Oqsaroyga kirgandan keyin va Oqsaroyga kirishdan burun prezident Trump qayta mundaq ko'rsatdi. Amerikaning har navbatlik hukumatlari iqtidorsiz edi. Cungoga bak yo'l qo'yib berib, Amerika ko'p ziyon tortdi. Cungo bak ko'p foyda oldi. Men bu Amerika iqtisodiga tajovuz qilishdan paydo bo'lgan vaziyatni qaytarib kelishim kerak. Prezident Trump 5. ayning 27. kuni haftaning 1-kuni Tokioda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Mening o'ylashimcha, ular, ya'ni Jungoliklar, ehtimol dastlabda suhbatlashgan natijalarga asoslanib kelishim imzolashni umid qilgan edi. Keyin yana buni og'dirib tashlab boshqadan suhbat boshlamoqchi bo'lgan. Ular savdolashmoqchi bo'lyapti. Lekin bizdan hozir savdolashishga tayyorligimiz yo'q. Ay, bular uçup bitip olsa vatandaşı. Prezident Trump arqıdıl yanımında ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungodan import qilingan tovar mallar aslab tamoyda bejo qo'yishni osonla zo'r chakka ko'taralaydi. Hozirgacha Prezident Trump hukumati Jungoda import qilingan 200 milliard 500 million dollarlik tovar mallarga aslab 25%dan tamoyda bejo qo'ydi. Hem de agahlandırıp mundaq dedi. Yani Jungodan import qilingan 300 milyard dollarlık tovar mallar aslab baş qo'yishni o'ylashyapmiz yoki plan tuzyapmiz. Beijing, Washington yangi tamoyda bejo tadbirlarini o'ttirib olib chiqqandan keyin Amerikadan import qilingan 60 milyard dollarlık tovar mallar aslab baş qo'yishni yo'l qo'ydi. Cümleden Amerikadan import qilingan dori-darmok mahsulotlarga 25%dan tamoyini bejo qo'ydi. Amerika bo'lsa Jungo tovarlarga boj qo'yish bilan bir vaqtda Jungodan import qilingan dori-darmok mahsulotlarga boj qo'ymaydiganligini jakardi. Ikki davlatning barliq talash-tortishlarini qo'yib turayli. Barliq siyosiy maqsadlarni qo'yib turayli. Barliq jidali yo'q, murassa yo'q. Ziddiyatlar degeni qo'yib turayli. Mushaga diqqat qiling vatandosh, qarang. Hozir Xitoy hukumati Amerikadan import qilingan dori-darmoklarga boj qo'yishni ko'chirib, 25% ga chiqaribdi. Dori-darmok bu insonning hayotiga, turmushiga jiddiy kerakli narsa. Ko'rdingizmi? Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga yuqorida boj qo'yibdi, lekin Jungodan import qilingan dori-darmokka boj qo'ymabdi. Selektirib bakın vatandaş. Kim? Qaysi hukumat xalq uchun ishlaydi ekan? Kim? Qaysi hukumat xalqni qaqti so'qta qiladi ekan? Mushroqdan ko'rib olasiz vatandaş. Tokioda muxbirlarni kutib olish yig'inida prezident Trump mundaq ko'rsatdi.
nurgulluğun zavodlar hazır Cungo'dan ayrılıp, da mucibeci almaydıgan devletlerge çıkıp gitti. Bunun içinde Amerika, Asya'da Japonya kadarlık devletler mi var? Cungo Amerika boş küçük devlet ahiri kilişim imzalaydıganlıkla ümit varlık bilen qarayman dedi Prezident Trump efendim. Beijing bolsa Washington'dan yukarı besimlik vasıtalarga tez pişmeymen dep ifade bildi. Cungo'nun iqtisadi muqimlik için terakki qılıp atıdı dedi. Lekin Cungo'da o'xshashli bir vaqtda Cungo'nun alaqadar matbuatlari ostida, rahbarlik ostida kuchor qo'yib berib, qurolaga japoniq kunlarni o'tkazishga tayyorlik qilinglar deb chaqiriq qilmoqda. Yani hukumat taraf nima deydi? Cungo'ni iqtisodi muqim taraqqiy qilyapti. Tuvanda nima deydi? Doirlar boshqarishidagi matbuotlar japoniq kunlarni o'tkazishga tayyorlik qilinglar deyapti.